Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Hozirgina bizda bir ajoyib jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Ajoyib va murakkab. Ya'ni bemorimiz Tojikiston Respublikasidan kelganlar, endi ish vaqtida ishlayotganlarida ko'zlariga temir bo'lagi kirib ketgan. Temir bo'lagi juda o'tkir va yassi katta razmerda bo'lgani uchun ko'zning ichiga teshib kirib, to'rt pardaga sanchilib qolgan. Turar joyda birlamchi xirurgik yordam ko'rsatilgan, lekin magnit yordamida bu temir bo'lagini olish imkoni bo'lmagan. Shunga bemorimiz bizga tashrif buyurdilar. Ko'zlarning ichidan shu temir bo'lagini olib tashladik. Sizga lavhalardan namoyish etamiz. Asosiysi har qanday qurilishmi, uydami ish qilinganda, xo'jalik ishlari qilganda asosiy tavsiyamiz защитный, ya'ni himoya ko'z oynaklaridan foydalaning. Bu arzimagan shu ko'z oynakni ishlatmaslikni hisobiga shunaqa qo'pol, murakkab va og'ir jarohatlar yetishi mumkin. Nafaqat ko'zga, balki ko'z atrof to'qimalariga ham. O'zingizni ehtiyot qiling va bizni kuzatib boring. Rahmat.